Assalomu alaykum vatandoshlar, aziz obunachilarim. Bugun 28-may. O'tgan hayit bayramlaringiz hammaga muborak bo'lsin. Hozir o'tirib analiz qilyapman. Aka ukadan, opa singildan, xullas qarindosh urug'lardan, yaqin birodarlardan, yaqin qarindosh urug'lardan quda andachilik yaqin bo'lib ketyapti. Hozir ko'rayotgan bo'lsanglar, o'zingizni yaqin o'zingizdan nima xulosa chiqarib ko'rsanglar tushunib yetasizlar. Cho'ta qanaqa bo'lib o'zgarib ketyapmiz bilmadim-u. Aka uka tug'ilgan kunlarida boshqa paytlari bir-birini eslab aniq qilmasa ham qudalarini eslaydi. Qudalariga tug'ilgan kunlariga sovg'a salom обязательно har bayram nimalarda обязательно qudalarni eslab yaqin qarindosh urug'dan, yaqin aka ukadan, opa singillardan quda andachilik anaqa bo'lib ketyapti. Bitta savol meni qiynayapti. Erta Xudo ko'rsatmasin qiz bilan, endi Xudo bo'lgandan keyin qiz bilan kimningdir qizini olgan bo'lasan, kimgadir qiz bergan bo'lasan. Xudo ko'rsatmasin bitta janjal bo'lib qolsa o'rtada. Bu qudalarni nima qilishini bittada ko'rib qo'yasiz odam. Qanaqa sharmanda qiladi, qanaqa g'iybatlar qiladi, qanaqa odamni anaqasini ochib tashlaydi sirlarini. Lekin unchalik xudoga bu daraja yaqin bo'lib, aka ukadan, opa singildan xudoni afzal bo'lish menimcha xato deb o'ylayman. Lekin zamon shunaqa bo'lib ketyapti. Zamon emas, odamlar shunaqa bo'lib ketyapti-da. Bilmadim, aka uka qarindosh urug'dan xudo yaqin bo'lib ketyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Agar gapim rost bo'lsa, anaqa bitta kimdir hayotida ko'rib o'tgan bo'lsa bu narsalarni bitta kommentariyaga yozib ketinglar. Keyin bu videoni aka ukadan, akadan xabar olmaydigan, xudodan qarindosh bo'lib, xudoga yuguradigan, boradigan, keladigan, bayramlarda eslab, podarka tug'ilgan kunlarda podarkalar olib boradigan odamlarga tashlab qo'yinglar o'sha videoni. Hech qanaqa quda akaga uka bo'la olmaydi. Lutchi ota-onangizni eslang, aka ukalarni bir-birini eslang. Qatnashing, bordi keldi qiling, sovg'a salomlar olib boring. Akani o'rniga qudani qo'yish menimcha xato deb o'ylayman. Kommentariyani bangalatasizlar, like bosasizlar. Sog' bo'linglar.